Usulli Matiz amazotlarimizga ko'pchilik Matiz akalarimiz o'zi qiziqdi. Haqiqatan effekt mo'shli bo'ladi akalar. O'ylanmay qo'ysalar ham bo'ladi. Hozir birdaniga ikkita, ya'ni Matiz orqamizga Qizil Matizga adashmasam shu 5-6 oy oldin orqasini 4 talik qilib bergan edik. Oldiga sifat yo'q edi. Hozir orqasi effekt zo'r. Endi oldiga kelibdi. Oldiga ham usulli Nexia amazotda qo'yib beramiz. Hamda hadovlarni birgalikda qilib beryapmiz. Ikkinchisi komplekt bo'ladi. Orqa ikkita переходный hamda oldi amazotlar Nexia bo'ladi. Bunisi Samarqand tomonga pochta bo'lib chiqib ketyapti. Akalar, kimga kerak bo'lsa O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor. Undan tashqari bu narsani qimmatroq degan akalarimiz uchun Matiz'ni zavodskoydan qo'ysalar ham bo'ladi. Buni mendan emas, bu magazindan olib qo'ysalar ham bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, bo'zko'z amazotlar. Xudo xohlasa bu garantiyasini beradi. Sifatlari ancha yaxshi. Biz ham mana misol uchun orqa amazotlar, bo'zko'z o'zini Matizniki bo'ladi, faqat 4 talik bo'ladi. Oldi amazotlar mana ko'rib turibsizlar, bu ham bo'zko'z amazotlar bo'ladi. Ko'pchilik buni Xitoy deydi. Albatta aka, Xitoyligi rostdan Xitoy, lekin sifati puliga yarasha. Bu narsani biz 3 yildan beri sotamiz. Hali 3 yildan beri biror marta отказ qilgani yo'q. O'shaning uchun o'ylanmasdan bo'zko'z firmasidan qo'ysalar ham bo'ladi. Oldiga Nexia amazotni qo'yib beramiz, orqasiga Matiz amazotni qo'yib beramiz. Xolasalar pullari yengil bo'lsa, zavodskoy bo'zko'z qo'ysalar ham unda effekti ancha yaxshi bo'ladi. Lekin imkon darajasi bo'lsa, fonni Nexia qo'ying, orqasiga tutda qo'ying, mashinani maza qilib minasiz. Bu videoni Matiz akalarga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin.